O'sha oqshom oshxonada idish yuvayotganimda qaynotam orqamdan sekin kelib qo'limdan lattani oldi. "Qizim, sen bunchalik ishlashga arzimaysan", dedi u. "Sen ardoqlanishga loyiqsan." Bu gaplar otalarcha g'amxo'rlik emasdi. Bu nigohda men qo'rqqan, yillar davomida o'zimdan ham yashirgan dahshatli bir haqiqat bor edi. O'z uyimda, o'z yaqinlarim orasida begona va himoyasiz qolganimni o'shanda tushundim. Lekin taqdir menga kutilmagan joydan, kutilmagan inson orqali najot va mehr yubordi. Yoshim 33 da. Tashqaridan qarasangiz, hayotim tinch, risoladagidek tuyuladi. Erim, bolam, uy-joyim bor. Lekin insonning ichki dunyosi har doim ham tashqi ko'rinishiga mos kelmaydi. 9 yillik turmush. Bu oz muddat emas. Lekin shu yillar davomida men erim bilan bir butun bo'la olmadim. U ishga mukkasidan ketgan, uyga faqat uxlashga keladigan, oilasiga vaqt ajratolmaydigan inson. Men shunchaki uy bekasi, bola tarbiyachisi, ro'zg'orning jimjit xizmatchisi edim. Yuragimda yillar davomida yig'ilib qolgan bo'shliq, ayollik baxtiga, shirin so'zga bo'lgan tashnalik meni ich-ichimdan kemirardi. Lekin buni hech kimga aytolmasdim. Shu yillar ichida menga eng yaqin bo'lgan inson qaynotam edi. U kishi boshida menga juda mehribon, o'z qizidek g'amxo'r ko'rinardi. "Qizim, charchamadingmi, bolam, o'zingni ehtiyot qil", degan gaplari menga dalda bo'lardi. Lekin vaqt o'tgan sari uning nigohlari o'zgara boshladi. Avvallari buni ota mehriga yo'yardim. Ammo keyinchalik u qarashlarda otalik mehridan ko'ra boshqacha, erkaklik qiziqishi, yashirin bir ma'no borligini seza boshladim. Bir kuni erim yana navbatchilikda qolishini aytdi. Bolamni uxlatib, oshxonada g'imirlab yurganimda qaynotam kirdi. "Qizim, yana yolg'iz qoldingmi?" so'radi u past ovozda. Men majburan jilmaydim. "Ha, ishlari ko'pda dadasi." U menga uzoq tikildi. O'sha nigoh u yuragimni siqib yubordi. Unda achinish bor edi, to'g'ri. Lekin yana nimadir meni ayol sifatida yechintiradigan, noqulay ahvolga soladigan bir narsa bor edi. "Sen juda sabrli ayolsan", dedi u menga bir qadam yaqinlashib. Har bir erkak bunday ayolni boshiga ko'tarish kerak. Men indamadim. O'zimni chetga oldim. Lekin ichimda nega menga bunday qaraydi degan qo'rquv paydo bo'ldi. O'z uyimda o'zimni qafasdagi qushdek his qila boshladim. Uyimdagi bu og'ir muhitdan qochish uchun ishga borardim. Ishxona mening kichkina qalam edi. Aynan shu og'ir kunlarda jamoamizga yangi xodim qo'shildi. Ismi Azamat. U mendan ancha yosh edi. Ko'zlari chaqnab turadigan, hayotga ishtiyoqi baland, samimiy yigit. U bilan gaplashganimda o'zimni yengil his qilardim. Uning soddaligi, beg'uborligi mening charchagan ruhimga malhamdek tuyulardi. Bir kuni tushlik payti yonimga kelib o'tirdi. "Opa, bugun charchagandek ko'rinasiz. Tinchlikmi?" so'radi u. Shu oddiy savol. Erim yillar davomida bermagan savolni bu begona yigit berdi. "Yaxshiman, shunchaki uy ishlari", dedim kulib qo'yishga harakat qilib. U menga diqqat bilan qaradi. "Siz juda kuchli ayolsiz. Buni atrofdagilar bilmasa ham men sezaman. Ko'zlaringizda juda chuqur ma'no bor." Bu gaplar meni larzaga soldi. Yuragimda allaqachon so'nib bo'lgan hislar, o'zimga bo'lgan ishonch qayta uyg'ongandek bo'ldi. Azamat menga boshqacha munosabatda edi. U meni tinglardi. Mening shunchaki hamkasb emas, inson ekanligimni, ayol ekanligimni his qilardi. Biz suhbatlashganimizda vaqt to'xtab qolardi. Men uyga, o'sha sovuq devorlar orasiga qaytishni istamasdim. Uyda esa vaziyat kundan kunga og'irlashardi. Qaynotam endi ochiqchasiga harakat qila boshladi. Bir kuni oshxonada idish yuvayotganimda u orqamdan kelib qo'limdan lattani oldi. "Qizim, sen bunchalik qora mehnatga loyiq emassan", dedi u nafasi bo'ynimga tegib. Sen juda go'zalsan." Men seskanib ketdim. "Rahmat, dadajon, o'zim qilaman", deb darrov uzoqlashdim. Lekin yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Bu uy endi men uchun xavfli hududga aylangandi.
Ertasi kuni ishda kech qolib ketdik. Tashqarida sharros yomg'ir quyayotgandi. Ofisda faqat men va Azamat qoldik. U deraza yonida turib yomg'irni kuzatardi. "Opa", dedi u sekin. Men unga qaradim. Uning nigohida shunday iliqlik bor ediki, butun dunyo tashvishlari unutildi. Siz bilan gaplashganda odam o'zini yengil his qiladi. Bilasizmi? Sizda juda noyob, juda go'zal bir narsa bor. Men titrab ketdim. Menga bunday so'zlarni hech kim aytmagandi. Men yillar davomida o'z ayolligimni unutib yuborgandim. Azamat menga bir qadam yaqinlashdi. Men kutdim. Balki quchoqlar, balki o'par deb. Lekin u unday qilmadi. U shunchaki jilmaydi. "Sizga hech kim bunday gaplarni aytmayotgan bo'lsa kerak", so'radi u hamdardlik bilan. Men ko'zlarimni yumdim. "Hech kim", dedim pichirlab. Biz shu holatda yomg'ir shovqini ostida uzoq turdik. Ikkimiz ham bir-birimizga bir qadam yaqin, lekin ming qadam uzoq edik. Bu sukunat minglab so'zlardan afzal edi. Uyga qaytdim. Qaynotam zalda o'tirardi. Meni ko'rishi bilan o'rnidan turdi. "Qizim, nega bu qadar xafa yuribsan?" "Men hammasini sezaman", dedi u. Men o'zimni xotirjam tutishga urindim. "Hammasi joyida." U chuqur xo'rsindi. "Sen baxtli emassan. O'g'lim seni qadrlamayapti. Lekin men seni qadrlayman." Bu gapdan keyin oyog'im ostidan yer qochgandek bo'ldi. U menga qo'lini cho'zmoqchi bo'ldi. Men o'zimni orqaga tashladim. "Dadajon, bunaqa gaplar kerak emas. Men sizni otamdek hurmat qilaman, lekin chegaradan oshmang", dedim qat'iy ohangda. Qaynotam jim qoldi. Ko'zlarida hijolat va alam bor edi. U chiqib ketdi. Men o'sha tunda yig'lab chiqdim. Nafrat, qo'rquv va chorasizlik meni bo'g'ardi. Ertasiga ishga borishim bilan Azamat yugurib oldimga chiqdi. "Opa, rangingiz oqarib ketibdi. Nima bo'ldi?" Men jilmayishga majbur bo'ldim. "Hammasi yaxshi." "Yaxshi emas", dedi u qat'iy. "Ko'zlaringiz g'amga to'la. Sizni kim xafa qildi?" Bu gap meni tamom qildi. Men hech qachon birovning ko'zimdagi dardni o'qishiga ruxsat bermagandim. Lekin Azamat, u meni ko'rardi. Qalbimni ko'rardi. O'sha kuni kechqurun yana ofisda qoldik. Yana yomg'ir. Azamat menga qaradi. "Opa, sizdan bir narsa so'rasam maylimi?" "So'rang." "Siz hech qachon o'zingiz haqida o'yladingizmi? Boshqalar haqida emas. Faqat o'zingizning baxtingiz haqida." Bu savol meni larzaga soldi. Men yillar davomida faqat erim, bolam, qaynotam, ro'zg'or deb yashadim. O'zimchi? Mening baxtim qayerda? Azamat sekin qo'limga tegdi. Men qo'limni tortmadim. Uning qo'llari issiq, ishonchli edi. "Siz juda kuchli ayolsiz", dedi u. Lekin ba'zan eng kuchli ayollar ham suyanchiqqa muhtoj bo'ladi. U mening qo'limni qo'yib yubormadi. Men o'sha lahzada yuragimning urishini eshitdim. Yillar davomida jimib kelgan, muzlab qolgan yuragimning tirilganini his qildim. Men unga qaradim. Oramizda hech qanday nojo'ya ish bo'lmadi. Lekin ruhlarimiz birlashdi. "Azamat, bu noto'g'ri", dedim men pichirlab. "Baxt hech qachon noto'g'ri bo'lmaydi, opa", dedi u. Men qo'limni sekin tortib oldim. Lekin yuragim u bilan qoldi. Hozircha hayotim o'sha. Uyda qaynotamning og'ir nigohlari, ishda esa Azamatning iliq mehri. Men ikki olov orasidaman. Lekin endi men bilaman, men yolg'iz emasman. Mening qalbimda umid bor. Azizlar, ayol kishiga nima kerak? Boylik emas, hashamat emas. Unga shunchaki siz baxtli bo'lishga loyiqsiz deydigan inson kerak ekan. Agar mening hikoyam sizga tanish bo'lsa, agar siz ham hayotda shunday chorrahada qolgan bo'lsangiz, qalbingizga quloq soling. O'zingizni asrang. Kanalimizga obuna bo'ling, bizda hali aytilmagan sirlar ko'p. Xayr.